Tushda ruchka ko'rishning ta'birlari. Agar tushida ruchka topsa yoki kimdir unga bersa, ilm topishiga, ishlari yaxshi bo'lishiga va murodiga yetishiga dalildir. Agar tushida ruchka bilan biror narsa yozganini ko'rsa va yozgan narsasi yaxshilikni bildiruvchi bo'lsa, yaxshilikka dalildir. Agar yomon narsa yozilgan bo'lsa, yomon holatga dalildir. Agar tushida qalam bilan yozganini ko'rsa, safardagi g'oyibi tez qaytishiga dalildir. Kirmoniy aytadiki, har kim tushida ruchka bilan qo'liga yozilganini ko'rsa, u ahli ilmdan bo'lsa, ulamo va fuzalolar bilan suhbatdosh bo'lishiga ishoradir. Agar tushida ruchka bilan biror narsa yozganini va o'qiganini ko'rsa, uning o'limiga dalildir. Biroq yozgani ahli sunnat va jamoatning kitobiga muvofiq bo'lsa, obro' va e'tibor topishini bildiradi. Tushida qo'lidagi ruchka sinib qolganini ko'rsa, agar olim bo'lsa, hurmat kam bo'lishiga va ishidan ravnaq ketishiga dalildir. Agar tushida singan ruchka bilan yozayotganini ko'rsa, yozgani chorpolar va parrandalar borasida bo'lsa, bu narsa o'sha odamlarning tabiatidagi surat va siyratiga dalil bo'ladi. Ja'far Sodiq aytadiki, tushdagi ruchka 7 narsani bildiradi: hikmatni, farmonni, ilmni, ogohlikni, hokimlikni, ishlarning to'g'ri bo'lishini, murod maqsadga yetishini. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.